Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xitay Kompartiyası özlərinin energiya ambiri deb qarab atqan Sherqiy Türkistandakı Jung'ar o'ymanliqida yangidan bayqalgan təbii gaz və neft quduqlarida rasmiy mahsulot qezishga başlagan. Xitay xəbərlər to'rining 21 maydagi xabarda aytilishicha, 2021 yili 4 fevralda qezilishqa başlagan bu yangi neftlik bo'lsa, Qutbiy noyis tavasida bo'lib, 33 million kub metrdan ko'proq tabiiy gaz va 4000 tonnadan ortiq neft qazish ishga oshirilgan. Navbatda bu tabiiy gaz zapisining qoplash doirasi 150 kvadrat kilometr doirasida bo'lib, uning qancha yil qazildiganligi ma'lum ekan. Ma'lum bo'lishicha, Jung'ar o'ymanliqida bu xildagi tabiiy gaz va neft zapas nuqtalari yaqindan buyon ko'plab qazilayotgan bo'lib, Xitay iqtisodining kelgusi taraqqiyotidagi muhim kapolat deb qaralmoqda. Analizchilarning qarashicha, Xitay Kompartiyasining Uyg'urlarni millionlab lagerlarga qamishi hamda irqiy qirg'inchilikni kengaytishini Sherqiy Türkistanning mushkildagi energiya ambiri bo'lishdagi roliga bog'lamoqda. Ular bu vaqt fikr qilib, Xitay Kompartiyasi Uyg'urlarni eng kambag'al xalqqa aylantirib qo'yganligiga murozi bo'lmasdan, Uyg'urlarning ota-miras zaminlaridan chiqayotgan har xil boyliqlarga sheriklik da'vosi qilmaslik uchun Uyg'urlarni millat bo'yicha yo'q qilib o'tishni qasdlayotganligini, Xitoy hukumatining jon jahli bilan Sherqiy Turkistonning tabiiy boyliqlarini talon-taroj qilishni kuchaytirayotganligini ochiq ko'rib olg'ili bo'ladiganligini, bir millatning boyliqlarini talon-taroj qilish va yo'tkashma irqiy qirg'inchilikning muhim bir namoyandasi deb ko'rsatdi. Navbatda nurg'un davlatlar Xitoy Kompartiyasining Sherqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyati va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini jakarlayotgan paytda, yaqinda Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarning Xitoy Kompartiyasini maqtab, Amerikani tanqid qilgan bir yuristsin ko'rinishlarini e'lon qilgan. Ammo bir qism chet el taratqullari Xitoy Kompartiyasining ishki hujjatiga erishgan bo'lib, buningda Xitoy Kompartiyasining qonuniy taratqullari Uyg'urlarni majburiy siyosiy vazifa xarakterlik Amerikaga qarshi so'zlatib, sin ko'rinishlarni tarqatgan. Birlashma agentligi 20 may kuni Xitoy Kompartiyasining ishki hujjatlariga erishgan bo'lib, Xitoy Kompartiyasining bu yil yanvar oyida Sherqiy Turkistonning Qaramay shahriga buyruq tushirganligini, har bir hukumat tarmoqlarining Xitoy tilini pishiq biladigan Uyg'urni tepib, 1 minutlik sin ko'rinishni ishlab, Amerikaning sobiq davlat ishlar kotibi Pompéyonining Xitoy Kompartiyasining irqiy qirg'inchilik qilganligini tanqid qilishiga qarshi so'z yetkazgan. Mazkur hujjatda hatto har bir tanlangan Uyg'urlarning so'zlaydigan so'zlari, ya'ni men Pompéyonining Xitoy qarshi so'zlariga qat'iy qarshi turaman. Men buningdan bak ochiqlanaman. Partiyaga, davlatga va Xinjiangga bo'lgan muhabbatimni ifodalayman. Men bir Xitoy fuqarosi, men vatanimni suyman. Xizmat va turmushda o'zimni baxtli his qilaman degandek sab-sata yolg'on yovdaq so'zlarni belgilab berganligini isbotlagan. Birlashma agentligiga hujjatning ekran suratini ta'minlagan tilshunos Firdavs Terinov Xitoycha ismi Chin Haoyunning hujjatlarini avatib, 3 kundan keyin do'sti bilan Xitoy Kompartiyasi tarafidan atalmish yolg'on uchurlarni to'qib e'lon qilgan va qutratqulik qildi degan jinoyat bilan qo'lga olinib, tutib turish o'rnida sotlanishni saqlayotganligi bildirilgan. Angliya ayal pادىشاھ ئېلىزابېت awi'amatkisi zarba berish atarti Angliya ayal pادىشاھى o'z bevosita o'zitishi bilan tunji mashg'ulot o'rlash uchun 22 may shanba kuni Osiyoga qarab yo'lga chiqqan. Ayal pادىشاھ ئېلىزابېت zarba berish atarti Angliyaning hozirgi zamon eng kuchli dengiz armiyasi bo'lib, tunji qitimliq safari Osiyoga o'rlashtirilgan. Angliya bosh ministri Johnson taratqularga bu harakatning Xitoy Kompartiyasiga Angliyaning qimmat qarashi va harbiy iqtidorini namoyon qiladiganligini, Xitoy Kompartiyasiga Angliyaning xalqaro dengiz qonunini qat'iy qo'g'daydiganligini bildirgan. Angliyaning yangi awi'amatkisi ayal pادىشاھ ئېلىزابېت 22 may shanba kuni Osiyoga tunji mashg'ulot o'rlash uchun yo'lga chiqqan bo'lib, qo'zg'alishdan burun Angliya ayal pادىشاھى ئېلىزابېت 2 yangi awi'amatkiga chiqib, bu g'oyat zo'r paraxotning tunji safariga va dengiz armiyasi ofitserlarini go'zal tilaklar bilan uzitib qo'ydi. Johnson yana o'zlarining hech kim bilan qarshilashni xohlamaydiganligini, ammo Angliyaning Amerika, Gollandiya, Avstraliya, Hindiston qatorliq nurg'un do'stlari va sheriklari bilan hamkorlashib, hamma tayindigan qonun bilan idora qilish va qoidalarni asos qilgan xalqaro tartibni qo'g'dashda intayin muhim rol o'ynaydiganligini, Angliyaning chekinish davrining oxirlashganligini va Xitoy Kompartiyasiga xalqaro qonunning qonunligini bildirish ekanligini ta'kidlagan. Angliya xon jamiyati dengiz armiyasining ayal pادىشاھ ئېلىزابېت awi'amatkisi O'rta dengiz, Hind okean va Janubiy dengiz orqali Yaponiyaga bordi ekan. Bu jarayonda 40 necha davlat bilan aloqa qildi ekan. Yaponiya, Avstraliya va Amerika qatorliq ittifoqdoshlari bilan dengiz harbiy manevr olib bordi ekan. Mo'ljallanishcha bu o'rlashtirish taxminan 28 hafta davomlashadigan bo'lib, umumiy musobaqasi 26 ming dengiz miliga yetadi. Angliya ayal pادىشاھ ئېلىزابېت awi'amatkisi zarba berish atarti Angliyaning eng kuchli dengiz armiyasi bo'lib, onunğa xon jamiyati dengiz armiyasining 2 qo'g'dug'ich paraxoti, 2 qo'g'lug'ich paraxot, 2 ta'minlash paraxoti, shundaqla Angliyaning eng yangi aqli iqtidorli yadro suvosti paraxotlari,
Yana aviamatkıga F-35ni o'z ichiga olgan 18 ko'rakchi aeroplan, 14 dengiz armiyasi tik uchar aeroplani hisoblangan. Yaqinda Xitoy Kompartiyasining Janubiy dengiz va Sharqiy dengizdagi kunsari keskinlashayotgan vaziyatiga qarata Amerika, Yaponiya, Fransiya, Avstraliya va Angliya qatorliqlarning hammasi dengiz armiyasini munosabatlik dengiz bo'laklariga o'rlashtirib, dengiz okean erkin yo'l yurish va Hind-Tinch okean rayonining rayon bexatarligi va muqimligini qo'g'dashda muhim rol o'ynamoqda. Kon'go Demokratik Cumhuriyetining sharqiga joylashgan Niragongo yanar teg'ining portlashi bilan dastlabki ma'lumotlarda 15 odam jonidan ayrilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Balalar Fondi Kon'go Demokratik Cumhuriyeti'deki Niragongo yanar teg'ining portlaganligi to'g'risida bayonot e'lon qilib, 22 may kuni yanar teg'ining harakatlanishi sababidan 25 mingdan ortiq odamning ko'chishga majbur bo'lganligi va yanar tog' portlab 15 odamning jonidan ayrilganligi. Dunyodagi eng aktiv harakatchan yanar tog'lar orasidan o'rin olgan Niragongo yanar teg'ining portlashi sababidan 5 mingdan ortiq odamning qo'shni davlat Rivandada panohlanganligini eskartib, yanar tog' portlagandan keyin atrofdagi aholilarni tarqoqlashtirishga boshlaganligini bildirgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Balalar Fondining sonliq ma'lumotiga qaraganda 150 dan ortiq balalar oilasidan ayrilgan. 170 dan ortiq balalar yo'qolib ketgan ekan. Xabarda bildirilishicha, magma bugun atiganda eqishdan to'xtagan bo'lib, ko'pincha kishilar asta-asta uy makonlariga qaytishga boshlagan. Ammo kishilar uylarining buzilganligini, qaytib kelgandan keyin suv va tok bilan ta'minlashning uzilib qolganligini bayqagan. Niragongo yanar teg'i 2002 yilda portlagan bo'lib, ayni vaqtda 250 odam jonidan ayrilgan va 120 mingdan ortiq odam ko'chishga majbur bo'lgan. 1977 yilda mazkur yanar tog' portlab 600 dan ortiq odamning o'lishini keltirib chiqargan ekan. Üjmə yaz kirib kişilərinin ən dəstəb eğizi tegadigan, xalqımız yaqtırıb iste'mol qiladigan ozuqlik qimmati intayin yuqori meva. Oq üjmənin şifalik roli bo'lsa, jigar kasalligi, badan ojizligi, qon ojizlik, börak ojizlik, tal kasalligi va o'ruqlab ketganlarni samirtishning şifalik dorisi hisoblanadi. Ham jigar va börakni kuchaytiradi, ichki a'zoni quvvatlaydi, suydik haydaydi, ichki qatishni davolaydi. Kam qonliq, quloq mo'ldash, ko'z qorong'ulashish kasalligiga alohida şifa qiladi. Üjmənin yo'pirmig'i bo'lsa, yel tarqitish, qizitma qaytirish, qonni sovutish, ko'zni ro'shan qilish, issiqdan bo'lgan zukam, yo'tal, bosh og'riqi, ko'zning qizilligini davolashda unumli dori hisoblanadi. Üjmə yiltisining dam siqilishni, qursoq ko'pishni, so'liq ishiqni, qon tukirishni davolashda unumli roli bor. Üjmə yana ovoz pitib qilish, gal ishiqi va yutqunchoq, badamsimon ba'zi yallig'i, terining qurg'oqlashishi, suydukning echishib kelishi qatorliqlarga alohida shifo qiladi. Badanni ham börekni samiritadi. Üjmə yiltisining oq postini uzun muddat qaynatib ichib bersa, o'pkani yashartadi. Üjmənin not shoxlarini qaynatib ichib bersa, yelni tarqitib bo'g'imlarni yaxshilaydi, ham revmatizmga yaxshi manfaat qiladi. Put-qo'l uyushib qolishga shifo bo'ladi. Qora üjmənin qon to'liqlash va temir to'liqlash roli intayin qaltis. Har xil to'salg'ularni echib, qon tomirni tozalaydi, tal jigarni quvvatlaydi. Yo'talni to'xtatadi, o'pkani yashartadi. Turli kasalliklardan bo'lgan qon tukirishga shifo bo'ladi. Tadqiqotda bayqilishicha, üjmə yo'pirmiqni qaynatib ichib berganda diabet kasallikni yaxshi kontrol qiladi ekan. Qora üjmə yana oq chochni qaraytadi ekan. Üjməni jiq yeb berganda yana turli balyotqa kasalligiga shifo bo'ladi ekan. Suydik ravon bo'lmasligini davolaydi ekan. Üjməning yo'pirmiqni suvda qaynatgandan keyin ichib bersa, jigarning haroratini tavallatadi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.